Toshkent Kimyo xalqaro universitetining 2026-yilgi bitiruv marosimida bakalavriat, magistratura va doktorantura bosqichini tamomlagan yoshlar diplomlarini tantanali ravishda qabul qilib olishdi. Kimyo xalqaro universitetining bakalavr bosqichini shu yerda imtiyozli diplom bilan tugatganman. Mana xudo xolasa 2 yildan so'ng mana imtiyozli qizil magistr diplomini ham olib, hamma murod maqsadlarimizga yetyapmiz. Mana hozir maktabda 8 yildan beri ishlayapman. Xudo xolasa bundan so'ng PhD unvonlariga erishib, mana shu dargohlarda ishlash niyatimiz bor. Universitetda tahsil olish jarayonining o'zidayoq talabalarni amaliyotga yo'naltirishga alohida e'tibor qaratiladi. Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Toshkent kampusida 8000 dan ortiq talabalar bitirishyapti. Imtiyozli diplom bilan bakalavrni tamomlagan bitiruvchilarimizga magistraturaga imtihonsiz qabul qilish imtiyozlarini berganmiz va yaxshi talabalarimizga o'zimiz keyinchalik ish ham taklif qilamiz. Endilikda bitiruvchilar universitetda olgan sifatli ta'lim va bilimlari bilan kasbiy faoliyatida yangi marralar sari intilishadi.